Oshxona rezitka devordan 2 metr. Ana shu yerlarga где-то konditsioner kabel bilan osilib turibdi. Bu tomon, chap tomonni duxovkalari joyi tepa-past. Bular partukdagi rezitkalar, kir mashinaga postomоечный mashinani joyi, gaz plitani joyi, tepada bitishgani joyi. Gaz plitani yoniga rezitka, filtr uchun rezitka, postomойка, холодильник, холодильник yonida yana bitta rezitka. Televizordagi antenna, kabel, Wi-Fi. Bu yer tepasi klimat kontrol. Bu shina kulchatili. Ikkitalikdan ikkita qo'yiladi. Pastga bitta rezitka. Qo'lda ham tepasida klimat kontrol, 3 talik rezitka kulchatil. Mana bu rezitka. Tomonda mana bu yerda bitta rezitka qo'yilyapti. Mana bu yerda bitta rezitka qo'yilyapti. Kabeli hammasi tepadan tushgan, bitta mana buniki to'g'ri tushmagan. Tak, shitniki pastdan shtrabit qilinyapti. Devordan 60 cm. Mana bundan bunaqasi shtrabit qilinyapti. Mana bu уровеньda 90 cm shtrabit qilingan. Kabellar hammasi tepaga bir tekis podlaza kesilgan, kirgan ichiga. Shitimizda diff avtomat qo'yilgan birinchisi. Bu relay напряжение, tok baland past bo'lguncha avtomatik uzib turadi liniyadan. O'zi avtomat qo'yilgan rezitkalarga kichkina bola barmog'ini tiqsa, tok urmaydi, avtomat rezka avtomatik tashlaydi mana bunday. Hop, tashladi. Mana shunday ishlaydi. Diff esa ikkalasini ham funksiyasini zamykание bo'lsa, asshinaga qo'yilgan. Lampochkada zamykание bo'ladigan bo'lsa, avtomatik tashlaydi bu ham. Tak, endi Vanyaga to'g'riga kirganimizda oyna bo'ladi. Yoniga rezitka, fen-menga. Chap qo'lga asshinaga yoqishga qo'ydik. O'ng tomonga nudon bo'lib qoldi. O'ng tomonda devor bo'lyapti. Mana bu yer kollektorlar joyi. Spalnik родительский birinchi etaj televizor joyi. Bu yerda kulchatil, tagi rezitka. Spalnining ikki tomoniga ikkitadan rezitka, kulchatil, tepasiga mana bu yerga asshina, короче, bra bo'ladi. Xirra bo'lib yonib turadigan. Xohlasa kabel lishni qilib qo'yib, tepadan mana bunday tashlash imkoni bor. High-tech bo'ladigan bo'lsa. Endi navbat zalga. Zalda tak kirganda to'g'rida o'ng tomonda 1 metrda rasstveniyada to'g'ri shtrabit qilingan lazer bilan tepaga qarab rezitka, chap tomonda ham xuddi shunday rezitka. To'g'rida katta televizorga mo'ljalladik, 4 talik podrazvetnik, pastiga o'rtaga turba tashlab ketdik 50 lik mana bu yerga. Bunaqasiga ertaga PlayStation kolonka qo'yadigan bo'lsa, kabeli ko'rinmaydi, ichkarida qolib ketadi. Bu yoqqa ham bitta rezitka tashladik. Bu yerda ham klimat kontrol, kulchatil, tagi rezitka bo'ladi. Tak, endi ikkinchi etaj. Ikkinchi etaj ham почти shunaqa qilingan. Mana kulchatil, klimat kontrol, rezitka. Kabellar hammasi gofra bilan oyna sentrga to'g'rilab mana kirib ketyapti. Hammasi yerdan. Konditsionerga tepaga tochka tashlandi. Rezitka, bu tomonga ham rezitka. Bu tomonga ham 3 ta rezitka qo'yapmiz, deydi spalniga. Kompyuter, shunaqa narsalar. Shu yerlarga kerak bo'ladi dars tayyorlashga. Bu yerda bunday karavot bo'lsin hisobini rezitka bilan topib qo'ydik. Xonaga qorong'i xona. Yerga ikkitagina rezitka yetadi deb o'yladik. Mana bu yerga bitta kulchatil. Hammasi qo'ldan montaj bo'lyapti ikkinchi etajga. Meni podrazvetniklar qo'ldan montaj bo'lyapti. Shu holatda tepaga chiqib ketsa ham bo'ladi, shu yerda qolsa ham bo'ladi. Shu past bilan bir xil. Tak, sanuzel. Kirganda o'ng qo'lda rakuna bo'lyapti.
Rakunan tepasida oynaga. Mana bu yerda rezitka ko'chatil. To'g'riga balkonga o'tib ketadigan yo'l. Mana bu yerda devor bo'linadi. Bu yerda rezitka bo'lyapti kir mashina uchun. Kir mashinani suv kanalizatsiyasi, suvi. Nari yoqda tahoratniki. O'tirib tahorat oyoq yuvadi. Bunisi esa vannaniki. Bu yerda vanna turadi. Vannani kanalizatsiyalari hammasi tayyor. O'rtadan kanalizatsiya chiqarganmiz, suv toshib ketsa, o'rtadan ketadi. Tualet. Mana bu yer shaxta bo'ladi. Shaxtaning yonlari turbalardan shu yerdan to'g'ri tepaga chiqib ketadi. Bu yerda gigiyenik dush. Unitaz qo'yilganda gigiyenik dushdan foydalanish uchun. Bu yoqda asfisheniya tepaga chiqib ketyapti ikkitalik. Kabel tashlaganmiz. Bittasi asfisheniyaga, bittasi ventilyatorga. Zal. Past qanday bo'lsa, tepa ham pasti shunday. Faqat bu 1 metrdan emas, yarim 1 metrdan qo'yilgan, tepadan kelmagan, pastdan chiqqan faqat. Montaji polda qoladi. Pastga qarab tegish mumkin emas. Bu yerda nima qoldi? Balkonga chiqayotgan kabellar. Balkonni kabeli mana. Bu yerda rezitka qo'yib qo'yibmiz. Bu yerga xohlasak rezitkaga ko'chatilib qo'ysa bo'ladi, yoki ko'chatilib o'zini qo'ysa ham bo'ladi. Balkonga chiqib ketayotgan kabel. Mana bu yerga asfisheniya qo'yilgan balkonga oqshom. Balkonni o'zini yoqib qo'yish uchun. Narigi tomonda kelsa, mana bu yerdan teshilgan. Bunday chiqyapti, mana bu yerdan kiryapti. Bu yerdan chiqib tepaga tashlab qo'yganmiz kabelni. Mashinani qana.